Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Kanada ziyaratiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Xitoyning Tashqi ishlar ministri ve Xitoy siyasi byurosining a'zosi Wang Yi 30 may Kanadada davlat ishlari ziyorati olib borgan bo'lib, bu Kanadadagi Uyg'urlar, Tibetliklar ve Xitoyning zulmga uchrayotgan har qaysi muhojirat jamiyatlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Wang Yining Kanada ziyarati oldida 28 may kuni Kanadadagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Xitoyning Falun Gong mazhabi murtlari, kishilik huquq mutaxassislari ve Kanada parlamenti a'zolari birlashib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi olib borgan irqiy qirg'inchiliklari ve Tibet xalqlariga qarshi yurgizayotgan bostirish siyosatlariga qarshi norozilik namoyishi olib berib, Kanada hukumatini Xitoy bilan bo'lgan munosabatda kishilik huquq masalasini oldingi o'rin qo'yishga chaqirgan. Namoyishga Kanada Tibet komiteti, Optimum xalqaro nashriyati, nopozliq kishilik huquq mutaxassisi Margaret Johnson xonim, kishilik huquq advokati Charles Borton, Sharqi Vancouverdan kelgan Yangi Demokratlar partiyasining bo'lgan parlament a'zosi Jenny Kwan qatorliqlar qatnashib so'z qilib, hukumatni kishilik huquqni oldingi o'rin qo'yishga chaqirgan. Bu namoyishni Kanada Sharq Turkiston jamiyati ve Merkezi Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti uyushtirgan bo'lib, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xta Apandi bu namoyishning maqsadi haqida Wang Yi Xitoy tashqi ishlar ministri, shundaqla siyosiy byurosi a'zosi bo'lish sifati bilan Xi Jinpingdan qolsa Xitoydagi eng kuchli odamlarning biri. Shu sababdan Wang Yining bu ziyorati jarayonida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, chegara halqagan bostirish va majburiy emgak jinoyatlarini Kanada xalqiga tonishtirish, Kanada hukumatiga yana bir qatim eskartish intayin muhim. 20 yildan beri Xitoyning turmisida izdereksiz yetayotgan Hüseyin Jalil masalasini Kanada hukumatining diqqatiga yana bir qatim elib kelish va buni Xitoy bilan bo'ladigan muzokara temasiga aylantirish bizning asosli maqsadimiz. Mushu maqsadlar bilan biz namoyish o'tkazdik. Namoyishimiz o'ngishli bo'ldi. Millat vakillari kelib bizni qo'lladi deganlarni bildirdi. Namoyishning tashkilotchilari namoyishdan burun Kanada hukumati, bosh minister ve tashqi ishlar ministrligiga maxsus talab xati yo'llagan bo'lib, bu haqda Mehmet To'xta Apandi yana biz Kanada hukumati, bosh minister ve tashqi ishlar ministrligiga talablarimizni o'z ichiga olgan bir maktub yo'lladik. Shu talablarning eng muhim biri Hüseyin Jalil masalasi. Xitoyga munosabatli kishilik huquq tashkilotlari bizni qo'lladi. Xitoyning chegara halqagan bostirishi har vaqt bizning muzokara temamiz. Xitoy Kanadaga eksport qilmoqchi bo'lgan 49 ming tokliq mashinalarining batareyasini ishlab chiqarishda ishlatiladigan kam uchraydigan metallar Uyg'ur majburiy emgaki bilan munosabatlik. O'xshashla mashinlarning gavda qismida ishlatiladigan alyuminmi Uyg'ur majburiy emgaki bilan zich bog'langan. Mushularni chiqish qilgan holda Xitoydan import qilinmoqchi bo'lgan 49 ming tokliq mashinaning Kanadaga kirishini cheklashni talab qildik va namoyishimiz yaxshi o'tkazildi. Bizni qo'llaydigan nurg'un kishi qatnashdi. Shundaqla 3 chong matbuot bizning namoyishimiz haqida xabar berdi. Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi erkinlik lo'nqisi musobaqasida Tibet ve Kalmykiya komandalarini yuqori natija bilan yengdi. Mush ayning oxiridan boshlab Uyg'ur, Tibet, Mongol muhojiratlarning erkinlik lo'nqisi futbol musobaqasi New Yorkda o'tkazilayotgan bo'lib, Sharq Turkiston ulusal futbol komandasining Amerika ve Yevropadagi o'xshamagan yerlik futbol komandalarida top o'ynab kelayotgan Uyg'ur mahirlari 26 may New Yorkga yetib kelib, 2 kunlik mashqdan keyin rasmiy musobaqaga qatnashib, arqa-arqadan qo'lga keltirgan g'alabalar natijasida Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi hal qilg'ish musobaqaga qatnash salohiyatiga erishgan. Tanlash musobaqasi 28 may kuni shu yer vaqti kech soat 6 da Sharq Turkiston milliy marshi ve Tibet milliy marshi bilan ikki tarafning musobaqasi boshlangan. Bu qatimliq erkinlik lo'nqisi futbol musobaqasi Sharq Turkiston ve Tibet masalasini xalqaro jamoatning samiga silish maqsadida Amerikada o'tkazilgan bo'lib, Amerika tavallikidagi Uyg'ur jamoati komandani qo'llashga ve Qurban hayit kunlariga to'g'ri kelgan bu musobaqani ko'rishni hitliq faoliyatlarning bir qismiga aylantirishgan. Bu qatimqi Uyg'ur komanda a'zolari ichida Singapurdagi Geylan komandasining topchisi, Norvegiyalik Uyg'ur futbolchi Abdushukur Abdurimov bor bo'lib,
Tibet komandası bilan 28 may kuni o'tkazilgan musobaqada Sharq Turkiston komandasi musobaqadagi kuchli kandidatlarning biri hisoblanadigan Tibet komandasini 2-1 natija bilan mag'lub qilgan va Mong'ol komandasi bilan 30 may kuni davomlashgan musobaqada Sharq Turkiston komandasi alayda ustunlikni qo'lga keltirib 5-0 natija bilan raqibini mag'lub qilib, orqa-orqadan qo'lga keltirgan g'alabalar natijasida hal qilg'uch musobaqaga qatnash salohiyatiga erishgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bir haftalik Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyati 31 may kuni g'alabalik oxirlashgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati oldingi haftadan boshlab Yaponiyaning Saitama o'lkasi Orowa shahrida bir haftalik Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyatini boshlagan edi. Bu faoliyat jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi ve Uyghur xalqı duch kelayotgan Xitoyning vahshiyona qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qiladigan tashviqot filmlari va bir qator ko'cha tashviqot faoliyatlarini olib borgan bo'lib, bu faoliyat 31 may kuni g'alabalik oxirlashgan. Faoliyatning oxirgi kuni yana Yaponiya Uyg'ur jamiyati Saitama o'lkasining Urawa shahrida o'tkazilgan Xitoy va Shimoliy Koreyadagi kishilik huquq dafsanchiligi temasidagi leksiya so'zlash faoliyatiga qatnashib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining realligi to'g'risida leksiya so'zlagan. Leksiyaga 100 ga yaqin odam qatnashgan bo'lib, Savut Mehmet leksiyasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistondagi real vaziyat to'g'risida doklad berib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan tayyorlangan materiallarni tarqatgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.